Dostlar işitkeysiz mukamimni bayan eyley Mukam nami bilen kutlar Salamınız bayan eyley Kıraktın başlayın elge mukamler Bol haydep Kıraktın başlayın elge mukamlar Bol haydep Pah, neme degan chiroyli qush bu. Sayrashlarimi shundoq yiqimliq. Anglasam, u texi odamlarga o'xshash gap qila oladi ekan. Agar bu qushning sayrashlaridan o'z xonamda o'ltirib huzurlansam, nima degan yaxshi bo'ladi, ha? Hey, bu qushni tutib, o'rniga opirib chiroyli bezalgan oltin qafasga solib, baxsam bu orzuyimni amalga oshmamdi. To'g'ri, shunda qilay. Eng yaxshisi men u qushni tutib, o'rniga ep ketay. Vah, bek yaxshi bo'ldi. Qush ulusiga kirib ketdi. Mana endi uni tutadigan payt keldi. Hey. 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 Ahır tutup aldım. Ahır tutup aldım. Hey, bu kuşun tutup gelgili bir neçe ay oldu. Lekin bir haqiqatim içilip sayrap mı koymaydı o? Neymişti bu? Ey güzel kuş, etkinçu. Men seni chiroyli sayrab beramikin deb oltin qafasga solab, yaxshi narsalarni berib beqivatsam, nemishqa har doim g'amkinli tursa? Buning sababi nima? Shahzoda oliyleri, qafasning eshigini ichib qo'ygan bo'lsalar, bu savollarga daraxtning shexi qo'nib turib javob bergan bo'lsam. Bo'ladi. Sen savolimga javob berib, chiroyli sayrab berdiganli bo'lsang, sening deganingdek bo'lsin. Rahmat sizlarga, shahzoda oliyleri. Endi sayrab bergin bo'lamdi. Undaq anglab tursizlar, shahzoda oliyleri. Oltin qo'nda qafasdan ling-ling qo'mishim yaxshi, bunda hasal yegandan erkin turmushim yaxshi. Xayr xo'sh, shahzoda oliyleri. Oltin qo'nda qafasdan ling-ling qo'mishim yaxshi, bunda hasal yegandan erkin turmushim yaxshi. To'g'ri. Bu qish haqiqatanmi to'g'ri dedi. Kishining yurtida sulton bo'lguncha o'z yurtingda ultang bo'l degan mana shu-da. Men uni qafasga solab qo'yib to'g'ri qilmabdiman. Uning uchun erkinlikda muhim narsa bormi?